Elektr o'chishi biznesingizga qancha zarar keltiryapti? Serverlar o'chishi, uzilgan aloqalar, yo'qotilgan ma'lumotlar bunga kafolatli yechim bor. Tanishing Pixitech'ning onlayn uzluksiz quvvat manbai, ya'ni UPS. Bu butun boshli server xonasini yirik ofis yoki telekommunikatsiya uskunalarini barqaror tok bilan ta'minlay oladigan jiddiy UPS. Ushbu apparatning quvvat koeffitsiyenti 1 ga teng, ya'ni 20 kWh to'liq 20 kW toza energiya degani. Muhimi aytib o'tganimdek, onlayn texnologiyasi elektr o'chgan zahoti zaxiraga o'tish vaqti 0 soniyani tashkil qiladi. Uskunalaringiz tok o'chganini umuman sezmaydi. Bundan tashqari, u tokni to'liq filtrlab, toza sinusoida beradi, ya'ni tarmoqdagi sakrashlar va shovqinlar qimmatbaho apparatlaringizga umuman yetib bormaydi. 3 faza kirish, 3 faza chiqish tizimi orqali esa katta yuklama tarmoqqa teng taqsimlanadi va qizishlarsiz stabil ishlaydi. Qurilma juda ixcham, balandligi atigi 4 unit. Uni xohlasangiz oddiy yerga, xohlasangiz standart 19 dyumli server stoykasiga o'rnatsangiz bo'ladi. 5 dyumli qulay LCD displey ham o'rnatish holatiga qarab o'zi vertikal yoki gorizontal buriladi. Yana bir muhim jihati, u akkumulyatorsiz sotiladi. Nega deysizmi? Chunki bunday katta quvvatda siz o'zingizga kerakli zaxira vaqtini o'zingiz hal qilasiz. Sizga 15 daqiqa kerakmi yoki 4 soatmi? Faqat o'z ehtiyojingiz va byudjetingizga qarab tashqi batareyalar yig'ib olasiz. Ortiqcha narsaga pul sarflamaysiz. Ushbu model akkumulyatorlarsiz taqdim etiladi, ya'ni bu sizga erkinlik beradi. Batareyalar konfiguratsiyasi juda moslashuvchan bo'lib, ehtiyojingizga qarab 32 tadan 44 tagacha batareya ulashingiz mumkin. O'zingizga qancha zaxira vaqti kerak bo'lsa, faqat shunga sarmoya kiritasiz. Akkumulyatorlaringiz xizmat muddatini uzaytirish uchun esa aqlli zaryadlash rejimi qo'llaniladi. Maksimal zaryadlash quvvati chiqish quvvatining 20% gacha yetadi. Uskuna DSP raqamli boshqaruv tufayli yuqori barqarorlik, o'zini o'zi himoya qilish va nosozliklarni diagnostika qilish qobiliyatiga ega. Aqlli ventilyatorlar tizimi esa yuklamaga qarab o'z tezligini avtomatik sozlaydi. Bu shovqinni va energiya sarfini kamaytiradi. Favqulodda holatlar uchun esa maxsus EPO shoshilinch o'chirish porti mavjud. Shuningdek, RS232, RS485 sovuq start, quruq kontakt kabi funksiyalar standart o'rnatilgan bo'lib, ixtiyoriy ravishda LBS, UBS, SNMP va parallel ulanish kartalarini qo'shish mumkin. Va nihoyat, agar kelajakda biznesingiz kengaysa va quvvat yetishmasa, tizimni bemalol kattalashtirish mumkin. Ushbu UPSlardan 4 tasigacha parallel ulash va 3+1 sxemasi bo'yicha zaxiralash imkoniyati mavjud. Pixitech bilan muhim ma'lumotlaringiz, ishingiz va qimmatbaho uskunalaringiz mutlaqo xavfsiz. Ushbu UPS bo'yicha savollaringiz bo'lsa, ushbu raqamga murojaat qiling.